Qaynona kelin munosabatida shu muomaladagi ezgu niyatni qalbga mustahkam joylashtirish, aloqani ilohiy nur, buyuk nur, hurmat, sevgi asosida qayta yaratish, qaynona kelin munosabatini qalb, ong osti darajasida qayta yaratish, ezgu dasturlarni, programmalarni jonlashtirish shart. Yolg'iz tinch, sokin joyga borib o'tirib oling. Yorug'lik bo'lmasin. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Tinch, sokin, xotirjam holatga kelib oling. Qalbingizni ochilayotganini his qiling va albatta tasavvur qiling. Qaynona, kelin. Shu ikkita energiya manbai bir nurli maydondasiz. Qora, so'nggi qanaqadir nizolar, holatlar, gaplar, bu bulutlar kabi chiqib ketyapti. Shunchaki his qiling va shunday takrorlang yoki shivirlang. Man hozir aloqamizni qayta yarataman. Man qalbning haqiqiy nurini tanlayman. Ilohiy dastur programmani yuklayman. Chuqur nafas olib, nafas chiqarib, tasavvur qiling. O'ng osti maydoni oldidasiz. U yerda eski kerakmas, yaxshimas programma dastur bor. Qaynona qiynaydi, kelin tushunmaydi, men kamchilik ko'raman. Shunaqa fikrlar bor. Bu dasturni xuddi qora yozuvdagi qora qog'ozdagi yozuv kabi tasavvur qiling va u qog'ozni yondirib tashlang. U yonib ketayotgan his qiling, tasavvur qiling va shunday takrorlang. Eski kerakmas, yaxshimas dasturlarni, programmalarni endi menga xizmat qilmaydi. Men erkinman, men ozodman. Meni munosabatim yangi nur, buyuk nur, ilohiy nur bilan qayta yarataman va qalbimga joylayman va ongsizlik o'ng osti darajasigacha bu dasturni, programmani yuboring. Biz qalbdan qalbga bog'lanamiz. Mehr, muhabbat, sevgi, hurmat bizni bog'laydi. Har bir muloqotimiz, munosabatimiz qalb nurida tug'iladi va yashnab gullaydi. Tinchlik manbayimiz. Biz ezgu maqsad uchun birgamiz. Alloh shuni xohlagan va tasavvur qiling, bu yangi dastur oltin harflar bilan qalbingizga joylanyapti, yozilyapti. His qiling, tasavvur qiling va muhr qo'yib shunday takrorlang. Bugun shu ondan boshlab munosabatim faqat nur, sevgi va albatta tushunish asosida qayta yaratiladi. Menga ham shifo yog'ilyapti. Hammasini qabul qilaman va minnatdorman. His qiling, tasavvur qiling. Ana endi joylangani his qilganingizdan keyin chuqur nafas olib, nafas chiqarib, ko'zlaringizni ochib, hozir shu